Dona sholg'om bilan 45 yillik kasallik tuzatsa bo'ladi. Sholg'omni qizdiruvchi modda bor. Uning tarkibida har qanday shamollashlar, bo'g'in kasalliklari uchun qo'llansa bo'ladigan ayni kerakli biz uchun modda. Sholg'omni qirg'ichdan o'tkazamiz va uni xuddi shu shaklda mayda qilib olamiz. Tizza bo'g'inni ustiga qo'yamiz faqatgina. Ustiga qo'yib, ustidan strich o'raymiz, salafan. Keyin ustidan bir qavat sochiqni o'raymiz. Keyin mana shunaqa qilib yopamiz. Bo'ldi azizlarim, bu 1 soat turadi tizzani ustida. Og'rib turgan tizza bo'lsa, bukilmayotgan tizza bo'lsa, g'irchillayotgan tizza bo'lsa, o'sha uchun eng kerakli vositalardan biri, lifehack bu sizlar uchun. Uy sharoitida qilish uchun juda ham samarali, foydali, tabiiy narsa. Azizlarim, hattoki o'shanda ham sizning tizza og'riqlaringiz bezovta qilsa, qo'ymasa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasiz. Albatta o'zimiz davolab beramiz. Salomat bo'ling.